aka. To'g'ri, yaxshi keldingizmi? Bardamisiz? O'zimisiz? Rahmat. Assalomu alaykum. Sizga gap bo'lish mumkinmi? Marhamat. Assalomu alaykum To'xtamurat aka. Yana bir bor xush kelibsiz. Endi ilk savolim. Ko'pchilik so'rashsam mayli, mayli. Assalomu alaykum. Yo, alaykum assalom. Xush kelibsiz, salomat bo'ling. Alisher boshida ishi ko'p-da, va shunaqa esdan chiqarib qo'ydim. Men ham so'rashib olish haqqim bor. Ustoz bilan. Yaxshi kelib Siz ketayotganda xayrlashadi deb o'ylaganman. Men boshlayman, bu xayrlashadi. Bo'ldimi? So'rashib oldingizmi? To'xtamurat aka. Endi to'g'risini aytsam, vodiyliklar To'xtamurat aka Azizov bizani tarafdan deyshadi. Vohaliklar yo'q, vodiydan emas To'xtamurat aka, bizani tarafdan, vohadan deyshadi. Men o'zim Toshkentlik bo'lganim uchun, yo'q, To'xtamurat aka Toshkentda tug'ilib o'sgan, Toshkentlik deyman. Yoshligingiz haqida. Endi bizlar tug'ilgan banisalar bizilib ketgan shakilida hozir paytda. Bizni yoshlik paytimizda asosan ko'proq bolalar uyda tug'ilardi. Doyalar bo'lardi mahallalarda. Shu tanlangan doyalar bo'lardi. Shu bir ayollarga zaril bo'lib qolgan paytda shu doyani tez chaqirib kelishardi. Masalan, men uyda tug'ilganman. Banisida tug'ilmaganman. Uni aniq bilaman. O'zim tepasida edim-da. Mani otam mana shu shaharda tug'ilib o'sgan odam. Men buvalarimni ko'rmaganman. Alloh rahmat qilgan bo'lsin hammalarini. Shu otam uylangan ekanlar. Men rost gapirsam maylimi? Yo'q. Uylangan ekanlar-da, 20 yil turmush qilgan ekanlar. Farzand ko'rmagan ekan. 20 yil farzand bo'lmagan ekan. Sabr qilib 20 yil yashaganlar. Ha, endi rost gapirish bo'lsa, rost gapirish. Shu otamni ayolini onasiga buvim o'tib ketgandan keyin dodam uylangan ekan. Beva qolmasin deb. Shunda otam bu farzand ko'rmayapman bundan, buni ketkizib yuboraman desa, adalari aytar ekanki, "Dema, buni ketkizsang onasi ham ketib qoladi" ekan. Endi o'g'ilni quloq solishini qarasanchi, hozir bunaqasini qidirib topish kerak. Shu. Bo'ldi dada, siz nima deysiz? Otajon nima deysiz? 20 yil o'tgan ekanlar. Bundan keyin beva bo'lib qolganlar. Beva bo'lgandan keyin shu qaysidir qarindoshimiz uyiga meni onam mehmonga kelgan ekan. Shu onam bitta o'g'ilchasi bilan tul qolgan ekan o'sha paytda. Adam beva. Qarindoshlarga aytgan ekanlarki, men bitta bolasi bor ekan. Mana shuni olib beringlar menga. Deb haligilarni ko'ndirib onamga uylangan ekanlar. O'shanda akam rahmatli aytardiki, men kelganimda 4 yashar edim deydi. Onamni ketdiki, men 4 yashar edim. Lekin hammasi familiyalarni hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yganlar, aziz bo'lishgan ko'pchilik. Onamga uylanganlaridan keyin bitta farzand tug'ilgan, 1 yashar bo'lib o'tgan, ikkinchi farzand tug'ilgan, yarim yashar bo'lib o'tgan, 2 yosh bo'lib o'tgan, ular qizlar o'tgan, 4tasi ketma-ket o'tgan. Domla kelib, keyingisini otini To'xtamurat qo'yinglar. To'xtamurat bo'lib to'xtab qolsin deb gapirgan ekan. Shunda men tug'ilganimda meni ismimni To'xtamurat qo'yishgan ekan. Mendan keyin bitta ukam tug'ildi, uni Sultonmurat qo'yishdi. Sultonmuratdan keyin 2 ta 3 ta ketma-ket olamdan o'tib qoldi bolalar bo'lganlar. Oxiri yana bitta farzand ko'rdi, o'g'il ko'rdilar, onam
Bunisiga endi adamat buni To'xtamurod qo'yuvdik, to'xtab qoldi. Ketidan Sultonmurod katta bo'lib qoldi. Endi ular ketdi. Oxirgisini mayli shuni Tursunmurod qo'ya qolaylik deydi. Shunda endi o'sha akam to'yga kelgan akam, xo'sh, men Sulton, Tursun, to'rtta aka bitta hovlida katta bo'lgan biza ko'rgan kechirganlarim eslayman hammasini. Ta'lim tarbiya mana hozir gapiramiz. Uyda ham, ko'chada ham, mehmondorchilikda ham. O'sha buvalarimdan olgan tarbiyasi bizaga qoldirgan ekan. Bizaga. Biza endi o'zimiz o'shalardan olgan tarbiyamizni bolalarga yarmini beribmiz. Yarmini. Balki undan kamrog'imizdir. Yarmini beribmizda u bolalarimiz o'zlarining bolalariga hech narsa bermabdi. Ha, endi sizlarga o'zi bitta butun narsa kelgan. Hop, Uni yarmini bolalarga bergansizlar. Ha, bolalar ham yarmini men hozir bularni ko'rib turib aytayotgan gapimda, ko'rib turib, menga eshitganim yo'q bu narsani. to'g'ri. Endi ilgarigi ota-onalar bilib aytgan, bilib tarbiya bergan, uni bolalari bularga yarmini bergan. Endi hozirgilarni mana oddiy navaralar maktabga boraman. Maktabga. Navara o'z. Ha. Hali pensiyaga chiqdingizmi? Yo shofir bo'ldim deydi-yu. Maktabga borganda maktab bolalari chiqayotgan bo'ladi. 5-sinf, 6-sinf, 10-sinf. Nihoyatda tarbiyasizligini ko'rib xafa bo'lib ketaman. Xafa bo'lib ketaman. Lekin o'zligiga aytmayman. Seni ko'rib xafa bo'ldim deb. Endi zo'r shunaqa ekan deb. Shuni balki eshitish kerakdir ustoz. Balki o'zimizda ham ayb bordir hozir yoshlarga mana bunaqa ko'proq imkoniyat yaratib Endi o'zimizda aybligini. Endi bunday men bu joyda o'tirmagan bolam. Bu yerda o'tirman. Nimaga? Savol berishadi bolalar. Yomon bo'ladi. Nimasi yomon bo'ladi demasdi hech kim. Yomon bo'ladi. Bo'ldi, yomon bo'lar ekan shu. Xo'p, non yotibdi yo'lda. Tushib qolgan non. O'shani olib tepaga qo'yib qo'ygan. Nimaga? Yomon bo'ladi. Ha, yomon bo'ladi, olib qo'ymadim. Mana shu kichkina tarbiyalar bo'ladi, hepsi ko'zga ko'rinmaydigan tarbiya. Shuni ham keyinchalik hech kim o'rgatmaydi. Shuni o'zi eng muhimi mana shu narsalar ekan, mana shu kichkina tanbih. Haligacha mana siz bilan mana bunda o'tirganda, mashtimizda bir narsa uyib turadi-da. Hali sizlarni shu nima deydi? Yosh hurmati. Yosh hurmati. Keyin baribir hurmatda-da. Hozirgilarga nimaki oldin bizlarga ham hali 7 qo'shni ota-ona degan gap bo'lardi. Biror bir ko'chada bir noto'g'ri ish qiladigan bo'lsa, ko'chani boshida rais kelyaptidan tashqari falonchiga kelyapti desa, ana adamning o'rtog'i kelyapti deb qochilardi yoki biror bir hurmat qilardi. Hozir agar gapirilsa, siz yomonsiz. Qo'shningiz bolasiga gapirasizmi? Hozir To'g'ri yo'lga boshlandi. Ustozlarni shu darajaga olib kelib qo'yishganki, menimcha. Hali o'rtaga tushib, nega navaram adam o'zlari o'qituvchi bo'lganlar-da, domla bo'lganlar. Shu ukam maktabda sho'xlik qilganlarda, maktabimiz direktori mana Rustam akam rahmatli Alisher adalari bo'lganlar, adam bilan ular do'st bo'lishgan. Mana shu maktabga chiqib, ukam noto'g'ri ish qilganda o'qituvchi qo'liga lineyka bilan urganda adam chiqqanlarida ana endi hozir katta jang bo'ladi, butun maktab kutgan. Adam rahmatli remen yechib o'sha yerda shu direktorni oldida, o'qituvchini oldida o'zlarini farzandlari ukamimiz savalab ketganlar. Ustozdek ko'rilgan. O'qituvchim Abjabor Latipov degan yigit bor, ashilachi. Ha, Abjabor aka. Shuni otasi kuratorim edi. Shu urganda beyarmon urib ketgan-da men basharalarimga. Shuncha sho'x bo'lgan ekansiz. Shunaqa urardi, endi yig'lab
yarim yo'lgacha yig'lab kelardik, adam ko'rmasin deb o'g'im oladim chekkada o'tirib. Shu bir kun o'tib ketdi-da. Chochim o'sgan ekan. Shu mani kirasimda artilgan polga yotqizib, "Sani choching o'sib ketdi, aytganimda oldirib kelmading" deb qaychini chochimni qiyib tashlagan yerga yotqizib. Kiyimlarim hammasi kirasim bo'lib ketgan. De turdimda yig'ladim. 7-sinfda o'qidimmi, 8-sinfda o'qidimmi? Yig'ladimda uyga qarab yurdim. Hozir adamni olib kelaman dedim. Adam rahmatli polvon odam edilar. Mahallada muncha to'polonchi ham qo'rqardi adamni ko'rganda. Oldilaridan o'tmasdi. Baquvvat odam edilar. Shunda keldimda, "Ada" dedim, "Ne yig'layapsan? O'qituvchim urdi meni yotqizib." Desam, "Yo'q, qani yurchi" dedilar. Shu qo'llarni orqaga qo'yib, yaxta ishtonni kiyib olib ketyaptilar maktabga qarab. Orqalardan ketyapman. Hozir jallaganni rosa urarlar. Tomosha qilaman. Yana ikkita sinfdoshim ham ergashib olgan tomoshabinlar. Boshlanib qolsa tomosha qilamiz. Shunda maktabga kirib keldilar. Hamma o'qituvchilar ko'rganlar. "Assalomu alaykum, assalomu alaykum." "Jalil qani Jalil" dedilar. Yetib qo'yganman Jalilaga degan o'qituvchim urdi. "Jalil qani Jalil" desalar. Ana o'qituvchilar xonasida. Shunda kirdi. Zavuch bilan Jalilaga turgan ekan. "Qaysi biring Jalil" dedilar. "Mana aka" dedi. Kurator men. "Nimaga urding bolani" dedi. "Amaga so'zimni ikkita qiladi. So'zimga kirmaydi. Qilmagan degan ishimni qiladi. Hech iloj bo'lmagandan keyin shunaqa bo'lib qoldi" desa, endi qo'llar shimar ursalar kerak deb poylab tursam, yelkasiga bundan urib, "Otangga rahmat" deb poplabsan chiqib ketdi. Ana, o'sha yerda siz pop etib tushgansiz-da. Ha. Shunaqa mulzam bo'lganman. Endi bu gapni nimaga endi gap boshlab qoldi? Hozirgi paytda olaylik. Bolani hozir o'qituvchi urib ko'rsin, militsiya keladi darrov. Yo yozib beradi. Endi u o'qituvchi qaysi yuragi bilan dars bersin bu bolaga? Hatto gapirsa, onasi kelsa, urush so'ksa, otasi kelsa, ancha militsiyaga yozib bersa, mahallaga yozib bersa, o'lib vermaydimi? O'zim gap sotilaman, shuni urishib degan bo'lib qoladi o'qituvchi. Ilgari ustozlarga shu shogird qilib olib kelingan bolaga go'sht sizga, suyagi bizga degan gap bo'lardi. Eshitganman bunaqa gap. Shu gap haqiqatdan ham juda to'g'ri gap ekan. Mana hozir ko'p guruhlar yig'iladi-da, tarqab ketib, boshqa bo'ladi-ku. Menga bitta narsa har doim qiziq tuyuladi. Mana shu yoshligimizdan shu o'zi to'xtovlikdan bir qachon ko'rishib qolsa ustoz mana shu savolni beraman derdim-da. Siz mana shu O'zbekistondagi barcha mana shu so'z ustalarini qanday yig'gansiz? Va shu vaqtgacha qanday ushlab turasiz? Bo'lmasa hammalik ham katta bo'lishdi. Ne bilan yig'maganman? To'plaganman. Bu boshlanishi shunaqa bo'lganki, bir qaysi to'yda men xizmatda edim. O'rtani boshqarib turuvdim. Mirzabek keldi. Gapini orasida beldan pastdan gap ketib qoldi ikkita. Keyin shug'ur boshlandi odamlarning ichida. Keyin men aytdimki, "Bu yoqqa kel" dedim, tugatgandan keyin gapini. "Shu gapni nimaga gapirding? Endi" dedim. "Gapirishni bilmayotgan bo'lsang" dedim. "Men balam ishxonada ishlayman" dedim. "Madaniyatga" dedim. "Kelsang senga o'rgatib qo'yaman." Qanaqa gapirish kerak? "Bo'ldi ustoz" dedi.
Keyin bir hafta o'tgandan keyin kelib qoldi. Aytuvdingiz. Mani gaplarim sal o'zim orqa-orqadan eshitib yuribman. Kimlargadir yoqmaydigan gaplarni gapirib qo'yyapman shekilli dedi. Haftada 2 marta 3 marta kelib turavergan bo'sh paytingda dedim. Shu gaplashib, uni gapiradigan repertuarlarini qaytartiraman-da, ichida hali nojo'ya ketadigan joyi bo'lsa, yo buni o'rniga mana bu gapni gapir. Buni o'rniga bu gapni gapir. Bir oy, 1,5 oy o'tgandan keyin rahmatli Obid bilan ko'rishib qoldik. Ustoz dedi, Mirzabek akam sizga qatnashayotgan ekanlar dedi. Yetib qoldilar menga dedi. Ana kelib turibdi dedim. 2 marta 3 marta haftasiga. Men ham kelsam maylimi dedi. Kelaver dedim. Keyin rahmatli Sobit keldi. Obidgandan keyin kelganlar ular. Ha, Obid Asom akalari Sobit Asom. O'tga ana Mirzabek bilan dedi, ukam dedi, sizga qatnashayotgan ekan dedi. Kelayotgandan keyin narsalarni o'rganishayotgan. Men ham kelsam maylimi dedi. Mayli kelsan ham. Endi ular uchalovi kelishni boshlashdi. Bir 6 oylar o'tgandan keyin Botir Muhammad Xo'jayev eshitib qolib, men ham kelsam maylimi dedi, yo'q dedi. Men maktab ochayotganim yo'q dedim. Bo'ladi 3 ta odamga naqd tursam. Bu ham endi u yoqqa borib, hali bitta repertuarni aylantirib yurgan payti. Ertasiga ham kelaveradi uyga, indiniga ham kelaveradi, boshqa kuni ham kelaveradi. Xizmatlar yo'qmi? Uyda anaqalar yo'qmi? Ishlar yo'qmi? Yordam berib yuborayman. Mashinasida minib keladi, o'tiradi. Mahalla qayerda edi o'shanda? Masjidda edi. Chopayizda. Chopayizda, o'sha hozirgi ko'prikning yonidagi ko'chada. Da. Choyxona yoni bo'ladi-da o'shanda. Ha. Choyxona keyin biz ketdik. Xullas o'sha yerga kelaverdi. 1 yilcha keldi de. Botir aka. Men Botir nima yuribdi dedi işte ular. Botir ham oling deyapti. Ya bizga xalaqit beradi. Biz o'zimiz 4 kishi zo'rmiz, undan deyishdi. Kelavergandan keyin aytmay qo'y. Tanlan oshnani tortib yerma dedim. Kelaverganiga yuraversin dedim. Karvon ko'p rizqi bo'lak. Ha. Kelib qatnab kelib yurdi-da, kimsa o'zi katta joylarda konsertlar qilib yurgan paytimizda ham mashinasida xizmat qilib yuraverdi. Keyin Druzbaga chiqdik. Ko'zgu teatrining birinchi konsertlari. Ha, Druzbaga chiqqanimizda yaxshi konsertga ketyapti-da. Bir kun Botir aytdiki, ustoz dedi, "Men bu Obid bilan o'ynagan narsangiz bor, dom degandi." Ha. Shuni dedi. Ertaga konsertda bir kun men o'ynay dedi, sizni rolingiz dedi. So'zini bilasanmi desam, bilaman dedi. Aniq bilasanmi? Ha. Adashmaysan desam, yodlab olganman dedi. Shu bilan ertasiga nima unaqa dedim? Yo'q, bugun dedi, ota-onam kelishadi konsertga. Men dedi, kichkina anaqamni qolib ketyapman-da, o'shanchun. Bitta narsa o'ynab qo'yay dedim. Ha, o'ynay qo'y. Ya, shu ko'rgan narsasini yod bo'lib ketgan, o'ynab berdi. Keyingi rollarni tasdiqlayotgan paytda unga rollarni beraverdim. Men uni sen o'ynagan. Biroz bizning ichimizda 5-odam bo'ldi. Keyin Xudo rahmat qilsin, Raim keldi, meni ham oling deb. Yo'q, bo'lmaydi dedim. U keldi, bunisi keldi. O'xshamaydi dedim men. Endi o'xshamaydi. Lekin baribir ham o'sha yerda bitta komanda yig'ilgan. Ana shu bois 10 yilda shu urovga chiqdi deb hamma. Men yaqinda bir intervyuda bir savolga javob berdim-da. O'zimga yoqadigan savol ekan. Mana falon shogirdingizmi? Ustoz shogirdingizmi? Shu
aktyorlar shogirdingizmi, o'tgan shogirdingizmi bo'ldi. Shu shogirdlaringiz orasida yaxshi ko'rganingiz qaysi biri edi deydi. Yo, hammasi edi. Ya, hammasi bittasini yaxshi ko'rgansiz. Men aytdimki, masalan, odamda dedim, 4 o'g'il bo'ladi dedim, uyda dedim. 3 o'g'il bo'ladi dedim, otasi. Ularni ham yaxshi ko'radi. Lekin bor dedim. Bu 3-4 o'g'il dedim, tarbiyasini olib katta bo'lgandan keyin dedim, o'zim katta bo'ldim deb aytaveradi har doim. Har doim. Men o'zim katta bo'lib qoldim deydi bu o'g'illar. Shogirdim o'g'ili biri ekan dedi. Telefoningiz. Xo'sh, nimaga kelding? Alo. Shu joyda To'xtamurod aka hozirgina mana Telegramimga xabar keldi. Shu ovozli xabarni bir eshitib ko'rsan. Hop. Siz haqingizda kimlar nima deyapti? Bo'ldi. To'xtamurod aka ajoyib inson. Mana shu Ko'zgu teatrini nima desam, otaxonlaridan biri, tashkilotchilaridan biri. Juda bir qiziq inson. U inson bilan yaqin yursangiz, albatta qalam bilan qog'oz olib yurish kerak. Shunaqangi chiroyli bir narsalarni gapiradiki, yozib yurib, keyin uni albatta hayotda asqotadigan gaplarda gapiradigan bo'lsa, juda qiziq inson, baraka topsin. Shogirdlari juda ko'p. Shogirdlarini hammasini hurmat qiladi. Hammasiga maslahat beradi. Yomon maslahat bermaydi hech qachon. Chunki biladiki, o'zi yaratgan narsani hech qachon tomiriga bolta urmaydi. Men juda hurmat qilaman bu insonni. Bayramlarda har doim telefon qilib, iloji bo'lsa borib ko'rib, gaplashib, ozgina uni buni yangiliklar bilan almashib turamiz. Hamma qiziqchilar To'xtamurod akani ustoz deb biladi. Hurmat qiladi. Men bitta tilagim ko'p yillar bizga yo'lboshchi bo'lib yursinlar iloyim. Maslahat berib yursinlar iloyim. Hech qachon yomonlikni o'rgatmaydi, lekin yaxshilikni o'rgatadi. Qiziqchi bo'lib, kindiyidan pasini gapirma deb maslahat ham berib turadi. Abulqosim akani yoshlarini bersin o'sha sababiki birovga yomonlik tilamaydigan odam, birovga g'ayrilik qilmaydigan odam. Tanidingizmi kimligini? Tandim, Boltoy. Yoshinglar qancha farq? Boltoy ekan bilan. Biz kelamiz Abdulla akani eshagi bilan baravar bo'ldik. Hisobini o'zingiz qilasiz. Okam deganman dedilar. Bayramlarda xabar olib turaman, bir-birimiz bilan qo'ng'iroqlashib turamiz dedilar. Juda yaxshi fikrlarni bildirdilar siz haqingizda. San'atga intilgan bola. San'atga intilgan. Hali bilmaganini bilish uchun shu poyda tursa bu odam, men mana bu yoqda tursam, borib o'tiraman o'sha yoqqa deydigan emasda. Demak, borib shu bitta narsani bilib olish uchun erinmasdan bitta gapni bilib oladi-da. Kelib sizdan o'rganib ketadilar hozirgacha. Hozirgacha ham. Ya telefon qilib xabar olib turadi, bayramlarda tabriklaydi. Yaxshi odati bor. Sog' bo'lsinlar, ular ham salomat bo'lsinlar. Har doim beriladigan savolga o'xshab tuyuladi-ku, lekin hozirgi mana san'at nonini yeyman degan ko'p-da hozir. San'at noni qattiqligini hali his qilmasdan turib, shu sahnaga chiqib mikrofonni qo'limga olsam bo'ldi, nimadir qilib shu tomoshabinni kuldirib yuboraman degan yoshlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Mana o'zbek filmida 3 yil o'qiganman-da. Diplom olganman. Institutga kirmasdan oldin. Institut domlalar o'sha o'zbek filmida menga dars berishgan 3 yil.
Hali insga kirmasin nom. Shunda bir Purtu degan rus domlam bor. Masjidda. Mahorat darsida. Mahoratdan shu domlam bor edi. Bir kun domlam aytdiki, o'zbekchani yaxshi bilmasdi. Sen dedi, taniqli san'atkor bo'lish xohlaysanmi dedi. Ha, deyman domla dedim. Astoydil xohlaysanmi dedi. Astoydil xohlayman. Shuncha mana o'qishga kelib, mana qolman, ishga kiraman dedim. Bo'pti dedi. Harakat qilgin dedi. Astoydil harakat qilgin dedi. Agar astoydil harakat qilmasang, bu tanlagan kasbing hayotingning fojiasi bo'ladi. Bu gapni men bo'ynimga tumor qilib ilib olganman o'sha paytda. Endi nimaga bu gapni gapirdi? Uni analiz ham qilasam, uyga kelib boshqa bo'shmay. Endi mayli qaysi doirachi bo'ladimi, ashulachi bo'ladimi, yoki qaysi san'at aktyor bo'ladimi, qaysi san'at sohasida bo'lsa-da, shu yo'lni tanlagan bo'lsa, agar shunga harakat qilmasa, boshida 5 so'm 4 so'm tirikchilik bo'lib turadi. Bo'lsa o'zbekcha aytganda. Yangiligida. Ha, 5 so'm o'zim bo'lib turadi-da, keyin harakat kamaygandan keyin bu to'xtaydi. Endi qiz uzataman, o'g'il uylantiraman deydigan paytida tirikchilik o'tmay qolgan bo'ladi. Hayotini fojiasi o'shanda boshlangan bo'ladi. Shunga aqlim yetgan deb o'ylab. Baraka toping. Endi yana bir shogirdlaringizdan desam yanglishmagan bo'laman. Shu men telefon qilib mana shunaqa siz shogirdlarsiz desam, ularning o'zlari aytdilarki, men navara shogirdlariman. To'xtab deganmi, navara shogirdlariman deb ovozli xabar jo'natgan ukamizni eshitamiz. Ha. To'xtamurod akam zo'r insonlar, samimiy, hazil mutoyibani yaxshi ko'radilar. Lekin gapirganda joyida shundoq gapiradilar. Gapga to'n kiydirmasdan chiroyli gapiradilar. Uni yonlarida qog'oz qalam olib yozib yurish kerak, menga aytgan edilar. Qog'oz qalam olib yur yonimda, yozib yurasan deb. Bitta chiqadi gap, juda kuchli gaplar chiqadi. Umrlar uzoq bo'lsin va uncha narsani yuragiga olib siqilib yormanglar. Sababi To'xtamurod akamni hayratda qoldirish qiyin. Hali bir tanlovga chaqirishganligida aytgan edilar. Meni kuldira olsa yaxshi qiziqchi bo'ladi deb, lekin hech kim kuldira olmadi degan edilar. Umrlari uzoq bo'lsin ustozi, tanjonlari sog' bo'lsin. Juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Sog' bo'lsinlar. Muzaffar Mirzabekov nevara shogirdiman dedi. Gaplarini eshitdingiz. Bularning san'ati sizlarnikiga nisbatan sal zamonaviyroq, sal o'zgacharoq. Qanaqa qaraysiz bunga? Muzaffar juda ham oliy ma'lumotli bo'ladi. Juda ham oliy ma'lumotli. Odobli. Lekin aytgan vazifani bajara oladi. Faqat bunga mana shu narsani qilasan desa, shu narsani qila oladi. Lekin mana shu narsani qilaymi demaydi. Balki xayolga kelmas. Masalan, biz o'ynagan katta konsertlarimizda ham rolni berardik Muzaffarga navara shogird sifatida. Lekin o'zi ijro qiladigan, o'zi ma'qul qiladigan, ovozi chiroyli. Hozir 6 yil, 7 yildan beri yonma-yon ishlaydigan kunim ham bo'ldi-da. Shu ko'rsatuvlarda xabaringlar bor. Boriga baraka. Boriga barakada. Bu ham improvizatsiya kuchli. O'yinga kelganlar bilan unga ham gap topib berish kerak. Shunga ham kallasi ishlash kerak odamda. Shu narsani qila oladi-da.
improvizatsiyaga ham ishlaydi, tempi Ishlaydi. tushirib Tushirvormaydi. ko'rsatuv tempi tushib ketmaydi, Gapni ham to'xtatib qo'ymaydi. gapni ham to'xtatmaydi. Bir-biriga zanjir qilib bog'lashni Demaydi orasida. ichingizdagi nimadir Gapirolmayotgan gaplar bor. gapirolmayotgan gaplaringiz. Endi gapirolmayotgan gaplaringiz deganda bu men uchun og'ir savol bu. Chunki gapirolmayotgan gaplarim ko'p. Aytsam tilim bu yerda, aytmasam tilim degan bor-ku. Gapirolmayman. Tilim bor, gapirolmayman. Hayotga qarab, odamlarni turmush aqasiga qarab turib ham bu narsalar deging keladi, deging ham kelmaydi. Men ayniqsa hozirgi kunda eng xafa bo'lganim ko'payib ketdi-ku odamlarni aldaydigan. Firibgarlar. Firibgarlar. O'shalar firibgarlarni mana millarda ham gapiryapti, har kun qo'lga tushganini boshqa qilyapti, ko'cha-ko'yda ham eshitaman. Axir biza 1000 yillik, 2000 yillik o'zbeklarning farzandlari, pokiza insonlardan tarqagan xalqmiz-ku. Bundan 50 yil oldin firibgar degan so'z yo'q edi. O'g'ri bo'lgan, lekin firibgar bo'lmagan. O'g'ri bo'lgan. Bu o'g'ri ham insofli o'g'ri bo'lgan. Masalan, o'g'ri mahallasidan o'g'irlik qilmagan. O'zini mahallasidan o'g'ri Hech qilmagan. narsa qilmagan. Farqi bo'lmay qoldi o'g'riga. Hali o'g'riga mol qahatmi deydi-yu. Ushlaganini oladigan bo'lib qoldi. Hali qorong'iroq bo'lsa o'zini akasining mashinasini yechintirib ketadi. Qarabasdan. Naq turib o'tadi. O'sha firibgarlar bir mehnat qilib, urinib, surinib, 5 so'm, 4 so'm topganini eshitib qolsa, shu firibgarlik yo'li bilan shu pulni yo'q, bu shu qaqshadi-ku, bola chaqasi bor shuni. To'y qiladigan edi, to'yi rasvo bo'ldi. Bunaqa edi, bunaqa deb, ayoliga keltirmaydigan odamlar ko'payib ketdi-da. Vijdoni yo'q Ana insonlar. shunga xafa bo'laman xolos. Ammo o'g'irlab o'shalarning pulini muttahamlik bilan tojiklarda mo'ltona bo'ladi deb qo'yadi, so'zi bor. Mo'ltona. Firibgarlar. Shu narsani qilsam, qanaqa bo'tarkin mani bola chaqam jig'ildorni, qanaqa o'tadi bu? Harom narsa-ku. Uni diniy ulamolar ham aytyapti. Bir necha yildan beri gapirib kelayotgan gap. Endi sen och qolganingga birov aybdormi shu kambag'al? Aybdormi tursin bergan pul? Demak, mehnat qilgan odamga Xudo beraman deb va'da qilib qo'yibdi-ku. Har bitta inson nasibasi bilan yaratiladi. Ana shu narsalarga xafa bo'laman xolos. Inson bersinlar. Hammaga. Ko'pchilik sizni ustoz dedi. Ustoz maqomiga erishgan inson dedi. Yoshlari ulug' dedi. O'zingizni ustozlaringiz haqida ikki og'iz. Agar ustozim bo'lmagan desam tilim kesiladi-yu. Men guvohim bor, bitta G'ulom Yoqub degan. G'ulomjon Yoqub. Ulfatingiz, do'stingiz. Do'stim. Guvohim ham shu. To'yga borardik, yosh bolamiz o paytda, to'yga borganimizda shu Amir Qosim aka rahmatli o'rtaga chiqib, gapirib, askarlarga aralashib, keyin bir qiziq gaplarni gapirib qo'yadilar. Men ilib oladim bu gapni. Yodlab olardim-da, eshitib. Puxtalab yuraverardim o'zimcha. San'atkorlarning tilida bagaj deymiz, bagaj yig'amiz. 20ga kirmagandim shekilli u paytlarda yosh edim. Yigitlik vaqtimiz. Shu G'ulom bilan to'yga boramiz, u ashula aytsa men doira tezib yuraman. Bir kun mahallamizda to'y bo'lib qoldi. Bitta ani qiziq gaping gapirsang-chi dedi. Kuldirolmasam-chi dedim. Gapirib ko'rdi, men gapirasan-ku dedi. Chiqib shu Amir Qosim aka qanday aytgan bo'lsa, shunday aytib bersam, Amir Qosim aka kuldirardi. Hech kim kulmasa. Ertasiga to'yga borsak,
kecha gapingni gapirib ko'r, bu yerda kularmikin dedi. Kulmaydi dedi. Kuladimi qarang? Kuladi sen gapirgan. Yo'q, kulmaydi. Qo'y, men sharmanda qilib. O sen gapirib qo'ygan. Chiqib gapirsam, bu yerda kalavat qo'yiladi. Supalada. Mantaxta qo'yilgan bo'ladi, ko'rpacha tashalgan bo'ladi. Artistda kalavat o'tirardi. Biz olam kelamiz, kalavatga chiqib olardik-da. Shu men chiqib gapirib bo'lsam, bunday qarasam hech kim kulmaydigan bo'lardi. Keyin sekin borib, ashulaga navbat deb kalavatni olib borsam, ulam ko'rpachaga qotayotgan bo'ladi kulib. Oz deymi yana dedi. Yana oz deymi dedi. Bo'ldi gapirmayman endi. Yo, ertasiga ham indini ham xatga borsa, aytmayman. Mani asosida menga kuluvdi. Mayna qilib, mani chakaga ochib qo'yganda bu o'rtog'im. Umrlari uzoq bo'lsin. Ajoyib san'atkorimiz. Shu gapirgan o'zi ham bir kun tug'ilgan kunida tabriklagan borganimizda keyin haligi eslab mani chaqirganda kelib man qiziq qilganman buni. Men o'rgatganman bunga. Ustozingni Ustozim man. Gapirdim deydi. Shuni gap sayratib borgan manman. Qiziqchilar deymiz, mana hozirgi kunda qanaqa ketyapti shu nima deydi? Bu o'zi menimcha rajdoniyalik tug'ilganda beriladigan tug'ma talant bo'lishi kerak. Bo'chi bu savolingizga hozir men bir 20-30 yil oldindan javob beruvdim. Falonchi qiziqchi, pistonchi qiziqchi. Men aytdimki, yo'q, men buni bunaqa deb hisoblamayman. Qiziqchini onasi 10 yilda yo 15 yilda bitta tug'adi gap. 10 yil 15 yilda demak bu qiziqchi 10 yil 15 yilda bitta chiqadi degan so'z. Mana endi oshkora gaplashib qo'ydik-ku. Hop, men Mirzo Obid Sobit boshqa. Hojiboy aka ham bilan ishlaganmi? Hojiboy shu o'qigan. Men Hojiboy bilan gaplashganman. Sen kaseta bo'ladi-yu. Kasetada To'xtamurod akam ustozim debsan. Xo'sh, men u kasetada gapiribsan. Shuni eshitib qoldim. Men seni taniyman dedim. Mana birinchi ko'rishim sen dedim. Xalq do'stlik saroyini kiyim iladigan joyi bo'lardi. Razdivalka deymiz o'sha. O'sha yerda razdivalkada ajoyib o'tirgan ekan. Sakrab chiqib olib. Men tanimayman. Botir ko'rishib o'tib ketdi-da. Kim bu bola desam, Hojiboy-ku dedi. Ayzani Hojiboy deganing shumi? Ey bola, bu yerga dedim. Kelgandan keyin shu gapni gaplash. Sen qayerdan meni chog'itib bo'lib qo'yapsan? Sen tanimayman uni. Bu kasetangda meni gaplarim ham gapirilgan. Abulqosim akani gapi ham gapirilgan. Muhiddin akani gapi ham gapirilgan desam, ustoz dedi. Men dedi, teatrning institutini bitirganman dedi. Mana sizga dedi, o'shalarga qiziqib-da, shu qiziqchilik san'atini o'rganaman dedi. Men qayerga borganlaringizni aytib beraman dedi. To'yga. Sizni qayerga to'yga borayotganingizni eshitib, o'sha to'yga borardim. Meni hech kim tanimasdi. Turib Dovol tomonda turib olardim daraxt tagida. Nima qiziq gaplar bo'lar ekan deb eshitib, keyin ketardim o'yga. Men ustozim bo'lmay kim bo'ladi endi dedi. Alloh rahmat qilsin. Hojiboy ekanmi? Maladdes bola ekansan. O'tirib borgan dedi. Borgan razdivalkaga sakrab chiqib o'tirgan. U o'sha Hojiboy to'g'risida gapimiz endi. Hojiboyning shogirdi bor-ku. Avazoxon. Avazoxon.
Ular televizorga chiqib, sherigi bilan choponni kiyib olishib, sallani o'rashib, televizorda bir narsa qo'yishgan. Aha. Shunda ikkalovi hozirgi anaqalarni masxaralash uchun kallasi bilan kallasini urishtirib ko'rishganda sallani. Shu joyi yoqqan menga xolos. Kim biza to'nlar muborak Ko'rsatuv bo'ladi. ko'rsatuvni qilganimizda ustoz dedi, "Mana qatnashsam bo'ladimi?" dedi. "Nima qilasan sen?" "Ishda o'tiraman" dedi. "Yo'q, sen" dedim, "ana sheriging bor-ku" dedim, televizorga chiqib. "O'sha bilan kiyginda o'sha kallani urishtiradigan joyini qilib berasan" dedim. Yozib olaman. Xuddi o'shani avtor qilib berdi, yozib olindi. Keyingaliga keyin "Men ham kelsam maylimi?" dedi. "Kel" dedim, "o'tirgan bir joy topib" dedim. "O'rgangan" dedim, bolalardan hammasi har xil gap gapiryapti. Qiziqchilar. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, o'zingga deb ko'rsang gapirasan, bo'lmasa o'rganaverasan. Qanaqa gapirayotganini desam, "Xo'p" dedi. Kim ketaverdi? Arsyomkada. "Ustoz" dedi, "Men ham konsertga chiqsam bo'ladimi?" dedi. "Shuni chiqarib bering, men ham chiqib tantaman" dedi. "Voy Mirzoga aka" dedim. "Yaqinda konsertga bo'ladi" dedim. "Mana bola ham talanti bor bola" dedim. "Shuni ham olib chiqqin" dedim. "Bitta kichikroq rol bo'lsa ham bergin" dedim. "Ko'raylik" dedim. Shunda "Bo'pti" dedi, "Keyin" dedi. Mirzoni konserti bitta joyda chiqdi. Kichkinagina epizod. Men dedi, chet elga ishlagani ketuvdim degan joyi bor ekan. Yana bitta joy bor, esdan chiqdi. Xullas, bo'lmasdan qaytib keldim dedi. Shu gapi yoqib qolgandi menga. Mana shunday shogirdlaringizdan yana birini ovozli xabarini eshitib ko'rmoqchi edim. To'xtamurod Azizov o'zbek qiziqchiligida o'z o'rniga ega bo'lgan ustoz san'atkor. Uning hozir javobligi, uni so'z boyligi alohida tahsinga loyiq, alohida maqtovga sazovor. To'xtamurod Azizov kirgan davra, o'tirgan davra albatta kulgidan, tabassumdan bahramand bo'ladi. Sababi xalq uni qiziqchi, ustoz qiziqchi sifatida ko'rib, hamisha og'ziga qarab turishadi va qiziq gap kutishadi. To'xtamurod Azizov ham buni yaxshi his qilgan holda kirgan davrasida, ishtirok etayotgan davrasida albatta ana shu qiziq gaplarni topib gapiradi va shunday original javoblarni topib gapiradiki, uni javoblariga, uni gaplariga yon atrofdagi xalqimizning taniqli qiziqchilari ham maza qilib yayrab kulishadi va qiziqchilarni o'zi ham og'zidan gap poylab turishadi. To'xtamurod Azizov ana shunaqa o'z o'rniga ega bo'lgan o'zbek qiziqchiligida bir chiroyli tarix yaratgan ajoyib so'z ustalaridan biri. Umrlari uzoq bo'lsin. Tarixni eshitdingiz. Endi bu ovozli xabarlarni mana shu ko'rsatuvni tayyorlashdan oldin birma-bir shogirdlaringizga telefon qilib, "Men To'xtamurod Azizovni chaqiryapman mana shu ko'rsatuvimizga. Sizga gap bo'lishi mumkin emas. Sizga gap yo'q degan ko'rsatuvimizga chaqiryapman. Nima deya olasiz?" deb ularga xabarnoma jo'natuvdim. Ular menga ovozli xabarni siz haqingizdagi fikrlarini bildirishdi. Hammalikni umrligi uzoq bo'lsin. Sizni yoshingizni bersin, sizni yo'lingizni bersin. Lux TV'damiz. Sizga gap yo'q ko'rsatuvimizning bugungi ilk mehmoni ajoyib kulgi ustasi, ustoz san'atkor To'xtamurod Azizov. Ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Sizga gap yo'q, sizga gap yo'q, sizga gap yo'q ustoz. Sizga gap yo'q. To'xtamurod Azizov bizni ajoyib mehmonimiz. Bugungi ilk ko'rsatuvimizni duogo'yi. Mana biz bilan mana shu ko'rsatuvni birinchi duo beradigan ustoz san'atkorimiz. Sizga gap yo'q. Sog' bo'ling. Bugungi ko'rsatuvimiz hamkorlari Daniel Hill mehmonxonasi, Omar Parfum.
Aziz tomoshabinlar, bugungi ko'rsatuvimizni boshidan oxirigacha mana shu davramizda ishtirok etayotgan ajoyib rassomimiz Rustam akamga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rustam akam menimcha bir chiroyli narsa sovg'a tayyorlab qo'ydilar. To'xtamurod akamga marhamat topshirishingiz mumkin. Qisqa vaqtimizda. Qani. Qani, bu kichkinagina bir ijod mahsuli. Mani urmasanglar bo'ldi. Qo'y. Malades. Bu ko'rsatuvimizga ekan. Ko'rsatib. Mana. Orqaga anaqasini yozib bersalar. Qani? Bozorov mana qo'yilgan avtograflar hammasi joyida. Qani o'xshabsizmi To'xtamurod aka? Juda chiroyli. Rustam aka, ko'rsatuvimizga tashrif buyurganingiz uchun, mana shunday chiroyli ijodli namunalarni bizga taqdim qilganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. To'xtamurod aka, arzimasa ham bu birinchi sovg'amiz va Omaf parfyumdan sizga ajoyib sovg'alarimiz bor. Ularni ham topshiramiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Sizni yoshingizni bizga ham bersin. Sizni yo'lingizni bizga ham bersin. Salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Bizni baxtimizga, xalqimizning baxtiga sog' salomat bo'lib, hammaga hamisha tabassum taqdim etavering. Rahmat. Sizga gap yo'q, To'xtamurod aka. Daniel Hill mehmonxonasi hamda Omaf firmasi nomidan arzimas sovg'amiz. Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik, ustoz. Endi bitta yengillatib aytib bersam maylimi? Mayli. Chet el jafosida. Ha. Bir yordamchi bolasi bor ekanda, ish buyursa qilib turadigan. O'zanga aytdiki, men kirib dam olaman debdi. Ana aytgan narsam esimga solgin debdi. Xo'p debdi. 2 soat, 3 soat, 4 soat kirib uxlab qolibdi haligi odam. Xo'jayin. Uxlab qolsa, "Voy" debdi. Xo'jayinni uyg'otib qo'yish kerak, bu aytgan ishini qilmayman u. Kirib, "Xo'jayin, xo'jayin, turing." Keyin aytganmish, uyg'onmasmish. "Xo'jayin, xo'jayin." Sen uxlayotganmish. Kimizday suvni olib kelib, chivachasiga sepib yuboribdi. Teskari kelib, "Ha, turing. Uyqudorincha degan vaqtingiz bo'ldi." Sog' bo'ling, boringizga shukur. To'xtamurod aka, yaxshilikda ko'rishaylik. Gapi yo'q. Sog' Mana shu bo'ling. yoshligingizdagi rasmni Rahmat. Yaxshilikda ko'rishaylik. eslab turasiz. Rahmat. Rahmat, salomat bo'ling. Vaqt ajratib berganingizga rahmat. Ha, gap yo'q.